During o'zingiz yaxshi oladi. Mana yaxshi chiqib ketdi deyapti. Menga yaxshi bo'lam. Bolam bilan teng odam bu. Meni yurtim bu, Mani yurtim nima degani? Xorazm alohida davlatmi? Bularni bizaga endi arizasi yoki tushuntirish xati bo'lishi mumkin-da. Tarafga iltimos, aralashma. Zarafshon gapirma abonentingiz. Ana xalq so'zlabdi. Obkam deb turibdilar, qanaqa xalq? Odam so'rayaptilar, iloji boricha videoga olmasangiz ular ham jahli chiqmaydi deyaptilar. Nosirov Xo'jayev o'g'li. Kerak bo'ladi, kerak. Kim bu? Yo'q, sen kimsan? Bloger o'san. Men gaplashmayapman. Siz bilan kimsiz siz? Hamma do'konga kirgan bo'lsangiz-da, bizga yana kirmaysiz. Nima, siz choqingiz bormi? Ne, bizaga Xorazmga kelish mumkin emasmi? Yo'q, ani yo'qol vataningga u yoq bu yoqda yotibdi, o'shanga yetolmadi. Hurmatingiz bor, boshqa uchastkaga bo'lganda boqib ishida yomon bo'lar edi. Meni ham yurtim bu. Yurimma, xohlagan joyimga kirib yurimma. O'shani qanchadan bilamiz biz? Noqonuniymi, qonun. Tushirib olaylik, ko'ramiz, qonuniymi, noqonuniymi. Chekka, videosini beraman, pulni vazrat qilsin. Pulni haqqimni vazrat qilsin. Men sohirman men. Meni o'tgan bo'lsa kechirasan. Mana xalq qo'llab-quvvatlayotgan holatimni Bir ozgina narsam terpilib olib ketaman. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, hozir juda ham ko'p yolg'onchi qurilish kompaniyalari qisqa muddatda arzon narxlarga uylarni tez-tez topshiramiz deb juda ham ko'p odamlarning ishonchiga kirib olib o'z uylarini sotishmoqda. Shoshqaloqlik natijasida ko'plab odamlar millionlab pullarga aldanib qolishyapti. Buni natijasida esa qolgan qurilish kompaniyalari ham shubha ostida qolib ketishyapti. Anchadan beri o'zim ham Nurhayot turar joy majmualarining reklamasini qilib kelyapman. Lekin reklama qilishdan oldin shaxsan o'zim ishonch hosil qilishim uchun an'anamizga mos ravishda, ya'ni loyihamizning an'anasiga mos ravishda tekshiruv o'tkazdik. Ushbu soha bilan yaqindan tanish bo'lmaganim uchun bu sohani yaxshilab o'rganishga ahd qildim va shu bilan birga o'z yuristim hamda bu sohaning professional yuristlari bilan birgalikda barcha hujjatlarni hamda jarayonni tekshirib chiqdik. Uzoq muddat bo'lib o'tgan tekshiruvlardan so'ng mutaxassislardan ijobiy javobni olgandan keyingina o'zim ishonch hosil qilganimdan keyin hamkorlikni boshladik. Nurhayot New Classics yashashga yoki o'z umuman ko'chmas mulkka investitsiya qilib yaxshigina sotib qilish uchun eng zo'r variantlardan bittasi. Bunga yana bitta misol tariqasida qurilish o'z vaqtidan 1 yil oldin bitayotganini olish mumkin. Hech kimga sir emas, bilasizlarki, bizda uy qurilishlari qancha bitchiga yaqinlashgan sari narxi ham shuncha o'sib boraveradi. Shuning uchun sizlarga zo'r maslahatim, uylarning narxi past bo'lgan vaqtda tezroq bosib olishga ulgurib qolinglar. Nurhayotda ko'rishguncha. Bilan 20 lira bo'lgan. Assalomu alaykum. Turinglar bu. Indamay turib, qani gap. Asa turib, o'chirib tursalar xabari o'chirib. Hop, massa ta'minlab bersam bo'ldimi? Ta'minlab bering, o'chirib. Hurmatli xodim, ichki ishlar organ xodimlari to'g'risida bo'lgan qonun 9-moddasi ochiqlik va shaffoflik prinsipi. Sizlar video kamerada bo'lishinglar mumkin. Bu holat yasni. Amaldagi konstitutsiyamizning 33-moddasi bor. Jamoat joylarida ma'lumot izlash tarqatish huquqiga egaligi. Ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, do'konga kirdik, biz kecha xarid qilgan edik, chekim oldimda. Muddati o'tgan tovar sotib olishgan. Bu yosh bolalarning ham narsasi bo'lgan. U iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida bo'lgan qonunning 11-moddasini buzilishida, ya'ni muddati o'tgan tovar odamlarga sotish. To'xtang, o'tib oling. O'tib oling. Yo'q, tegmadi. Bu yerda hech qanaqa biz tomonidan huquq buzarlik yo'q. Bular prosta mana bunaqa bo'ladi. Bizda vaziyatda biz O'zbekiston bo'yicha yuramiz. Ani muddati o'tadigan tovarlarni bilib sotadiganlar bor. Achib yonib ketgandan janjal ko'taradi, shtob anu yopish uchun do'konda ko'rsatmaslik uchun. Bu ham hozir deb tashyapti, og'zingga qarab gapir. Men jim turganim bu gapira olmayman degani emas. Hay, nechanchiysan? Yaxshi turing. Yo'q, nechanchiysan? Siz turing. Nechinchi yilsan? 97-yilman. Meni bolam bilan tengsan. Menga qara, hurmatingni yo'qotding, futbol chiqib tashlading. Men during o'zingiz yaxshi oladi. Og'zingni yaxshi chiqib ketdi deyapti. Menga yaxshi bo'lam. Bolam bilan teng odam bu. Boshlab buni eshitamiz, keyin sizni eshitamiz. Durib turing. Endi turing. Endi eshitdingizmi buni? Hozir aytdi. Oqshom bir odam elatdan ishdan bir odam nazar shuni orqali keldik dedi. Nazorat uchun telefon bering. Bizani eshitmaysizmi? Eshitaman, telefon urishim kerak gapni. Odam chaqirishim kerak. Shuncha telefon urishim kerak. Bo'lmasa qalaysiz. Bu yerda odamlar yig'ilib turibdidan tarqatib kerak. Biz shu yerda problema hal etamiz, ketamiz. Odamlar yig'ilishni boshlayapti ham bu yerda. Yo'qchiring, Azakbar dedingizmi? Xo'jayev Bu bizlar ham minus tarafdan bo'lmasin lekin biz. Yo'q, o'sha sizlarga minus bo'lmasligi uchun qonuniy hamma narsani hal qilinglar, biz chiqib ketamiz. Lekin bu bizlar yana chiqadi. Sal pastroq qaratib turing. Qarang.
man ichki ishlar xodimlari bilan ko'p ishlaganman-da, kameraga olmayapti. Tushundim, yo'q. Vaziyat qonuniy bo'lsa, biza faqat rahmat aytib, tashakkurnomalarni yozib chiqib ketgan joyimiz har doim. Shuni chiqib ketasiz, xudo He. xohlasa. Maslahat aytib beraman. Bo'ldi. Просто bon taraf tursin. Yo'q, turib tura olmaydi deb, qarang ichkariga kirib bizni pul olishimiz mumkin, nimadir shubhalar bo'lmasligi uchun bu videolar har doim Kamera yozib bor turadi. yuqorida U kamerasi. Bor, bu kamera bor, mana bolalarimda bu kamera bor. Bo'ldi, bu ham kamera-ku. Endi bu Ochiqlik va shaffoflik prinsipi degan qonun bor. endi biz internetda takrorlab yursak to'g'ri kelmaydi biz o'zlarimiz. Biz butun O'zbekiston bo'yicha yurganmiz. Biz rahmat aytamiz, bo'ldi agar ish qonuniy bo'ladigan bo'lsa aka. Chiqib ketib hozir buni ko'rsa internetga chiqib yurmaylik biza demoqchiman. Bor biza to'g'ri ish qilaylik. Bu qonuniy emas, bu sizning iltimosingiz, to'g'rimi? Iltimosim, ha. Ha, men aytmoqchi bo'lganim bizning qonuniy haqqimiz bor. Haqqingiz bor, bizani tushuning. Biza biza noqonuniy ishlab turamiz yo'q-ku. o'shani qanchadan bilamiz biz? Noqonuniymi, qonuniy? Tushirib olaylik, ko'ramiz, qonuniymi, noqonuniymi? Rahmat sizlarga. Adınız nima edi? Adım Sherzod. Bize kamerani o'chirib qo'yamiz-ku. Bular endi video atib turgan narsasi yo'q deb orqadan shatkanlar bo'laman. Keyin bu sizlar ham yaxshi. Misol uchun o'zingizlar ichki ishlar xodimlari ishini to'g'ri aytib berib turgan uchun. Zarafshon Gatirma abonentingiz 30 Şurada bayağı dedi. 21. Ismingiz nima edi? ismi Sherzod. Sherzod aka, ismim Xo'ja Akbar, Toshkent shahridan keldim. To'liq tushuntiradigan bo'lsam, muddat o'tgan tovarlar bo'yicha do'kon yuramiz-da. Yosh bolalar, mana bunaqa bolalar kirib o'sha narsalarni sotib oladi. Asosan shirinliklarni ko'p bilan. Ha, shu kasalliklar shundan ko'payadi. Infeksioniylar o'shanda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bunaqa holatlar bizga ko'p tushadi. Mana bunaqa hozir videoni o'chirib ichkariga kiradigan taqdirimizda ham nimadir vaziyatda agarda biz ommaga isbotlab berishimiz kerak bo'lsa, isbotlab ham bera olmaymiz-da. O'sha narsalarni balkim sizlar kelishib olgandirsizlar ichkarida, nimadir qilib olgandirsizlar degan narsa bo'lishi kerak emas. Biz ommaning odamimiz-da biz. Biz ommaga xizmat qilamiz, ommaning odamimiz, ommaning fikri biz uchun qiziq-da. Misol uchun, ertaga tuhmat bo'lib ketishi mumkin bular tomonidan. Bizning boshimizdan har xil bosh og'riqlar o'tgani uchun praktikamiz hech qachon o'chirmagan degan narsani bergan-da. O'shaning uchun aytayapman. Profilaktik inspektor kelyapti. Hozir bizning asosiy vazifamiz jamoat tartibini saqlab turish bu yerda, janjalni oldini olish. Endi bizga bitta narsa qolib ketyapti, biz sotib olgan narsamiz ichkarida qolib ketdi. Shuning uchun nima qilsak bo'ladi bu vaziyatda? Kiramiz ichkariga. Bo'ldi. Olamiz shu narsalarni. Bo'ldi. Chekingiz bor. Mana bor chekim. Iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish degan Organ bor. organ bor. Bu ham ishlayapti. Ham uchastkoviy profilaktik inspektorimiz keldi. Hozir Bilamadilar. qonunni o'rganamiz. Ha, bo'ldi. Men patrul post xizmati xodimlari bilan birga keldim men. Bizlarga Jamoat tartibini saqlash. jamoat tartibini saqlash yuklangan. Ha, bu chek masjidda turibsiz. Ichkariga kirib ketdi, bilmayman. Menga stajingdan egasini topding-ku. Orqa tomonga o'tib ketishdan yo'q. Bu uzun market ekan-da, mana shunaqa polniy. Kamera bilan girdilar shu ma'mur. Do'kon. Uchun biz yo'qmi? He? Yo'q, kamera bilan girmasizlar. Shunga. Boshliq maqring. Assalomu alaykum. Men Jamoliddinman. Men xotinim bilan gaplashibman, kamera tushiribdilar. Ertaga YouTube'da bu do'konchilar uchun bizda YouTube'da ko'rinish haqqimiz bormi? Noqa xotinim Siz olib tashlaydi. necha olib tashlaydi? Necha olib tashlaydi? Olib tashirdim, jajal qilmaganingizda. O'g'illik uchun videoda chiqarmaydi. Yaxshi, nomuammo bo'lib turibdi kamera. Nomma sizda Abi bular so'rashi kerakmi? Yo'q, Buni ma'murashib turibdi. Men sizning savdangiz bilan, nangiz bilan ishim yo'q. ko'pollik aytamiz, bizlar ko'pollik aytdi, kamera bilan girib kelamiz. Orqasiga o'tib. Nushin girib keladi. Orqasiga o'tib. Bilmasa biraz qo'yish kerak. Sizlar uchun ku bu militsiyalarni bir vaji uchun oqshom o'g'illik bo'ldi. Shu uchun bu biz bularni internetga chiqaramiz-ku. Bu ekber yana bir vaji deb chiqaramiz-ku. Bizlarni sharmanda etgani-ku. Do'kon, hamma do'konga girsin. Nima deb chiqarasiz? Hamma do'konga kirdim. Hamma joyda bo'lib chiqdim. Evingiz bo'lmasa, Hamma do'konga kirdim. Hamma do'konga kirgan bo'lsangizlar bizga kirmaysiz. Nima, siz shohingiz bormi? Qani kirasiz? Bular ko'polamiz. Dur turing. Yo'q, bular gapi shoh bormi degan. Molda Yo'q, bo'ladi shoh. biz hamma joyga kirdik-da. Mana qarang, telefon provokatsiya qilishinglar. Molda bo'ladimi shoh? Bu Yo'q, tanimayman bu bola. bularni gapni gapmi? Gapmi? Quyosh yomon tushdi. Odam o'xshab gaplashasiz. Shunda men so'zlasam qo'yib desam, bularni qori keladi. Bizlar mol desa, qorimiz kelmaydi. Jamola, men o'zim gaplashaman. O'zim gaplashaman. Nomomma shunda. Dur turing. Nomomma. He. Aytay. Ben qo'pol munosabatda bu haqorat etib turibdi. Shu bo'yicha hozir bayonnoma olingizmi yoki siz ham qo'pollik aytgan bo'lsa, siz ham olingizni olamiz. Arizani oling, kamera bilan girmasin, kamerasiz girsin, hozir girasan. Siz kimsiz?
siz davlat xodimlariga uslubiy qo'yadigan kamerasi bilan sen kirsa kimsan? Bular ham so'yaga tursan, men uslubiy qo'ymayapman. Gap qilsas, Men qonuniy huquqimni talab Dükkana qilyapman. girmaysan gap qilsas. Bormi gaping? Dükkana girmaysan. Nimaga men sotib olganman bu narsa? Kirasan. Kerak bo'lsa do'konni ochtirishadi. Qani, koshtir qani. Ochtirishadi kerak bo'lsa. Aralashmayın durang, iltimos. Aralashamam. Bular yolg'ondan beri gel pul so'datmi? Makra bu Adam iPhone acaba demek kesin de. resme çürüp İşte bunu azamdan geçecek. Bak, ne şimdi kalk şuraya Ey beni çürme önüne gitsen. Ben sana ait durma. Çürme beni. İltimas. Çürme beni. Ya, bular o. Siz o'zingizga olsa orqamdan. Sen benim yurtum bu. Benim yurtum. Meni ham yurtim bu, O'zbekiston bu. Provokator. Xorazmda xohlaganimcha yuraman. Bu meni yurtim, O'zbekistonning ichida Xorazm. Men haqqim yo'qmi Xorazmda yurishga? Hakkın bu. Hakkın Ne unda kulgili? Meni yurtim ketib o'tdami? Gapini boynuna al. Jamola beragan o'zim gap. Meni yurtim nima degani? Xorazm alohida davlatmi? O ben yürütmen. Meni ham yurtim bu. Meni ham yurtim. Yurtun olsa yürü. Yuribman, xohlagan joyimga kirib yuribman. Sebilgin adam. Şunca halk. Ketmiş. Yok rastlanam lan. Ne gerek bulan? Bu ne diyeyim? Bir yer bor. Bizlar ham huquqimiz bor. Masalan, suvda borsa sudya aytadi-ku, kamera bilan girma deydi. Men ham dukkanimga kamera bilan girmasin. Yosh bolami, siz nima deyapsiz? Yo'q, gulma, sen yosh bolamsan. Sud bu davlat idorasi. Davlat idorasida davlat ruxsati kerak bo'ladi. Men ham ruxsatim kerak bo'ladi, girasan. Hayır kaptın. Kim bu? Yo sen kimsen? Blogger olsan. Men gaplashmayapman. Siz bilan kimsiz siz? Hayda yaxshi. To'xtab turing. Men aytgan, Ana halk. Halk söylep tut. Abkam deb turibdilar. Yo qanaqa xalq? Abkam deb turibdi. Bakın makara. Sen bir günün aytamam. Pasport teşkiram. Chevarolish. Sanangiz olamiz, shunda mora dedi. Mashinaga o'tiringlar bolalar, mashinaga o'tiringlar. Hamma narsa bor. Mashinalarning orqasidan yurib ketaveramiz, mashinadamiz biz ham. Mana mashina. Bo'ldi, mana mashina orqasidan haydang. Bo'ldi. 02 ga boramiz. Bo'ldi. Bo'l. Mana shu mashinaning orqasidan, Nexia'ning orqasidan. Ha, bo'ldi. Ketdi. Ha, bo'ldi, aylanib chiqsinlar. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Sizdagi odamlarni bolasiga xizmat qilib yuribmiz. Normalniy gapirib turibmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsiz? Rahmat, salomatmisiz? Mayli, bemalol. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Urush janjali ketyapti o'zi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamasdan? Ne bizaga Xorazmga kelish mumkin emasmi? Yo'q, bo'lmaydi. Yo'q, ana yo'qol vataningga u yoq bu yoqda yotibdi, o'shanga yetolmadi. Men qo'tosiz aka tushib olardik. Mana xalq qo'llab-quvvatlayotgan holatimini. Ey halovatlading deb shapkating olib so'zlama, sen sirama, yaxshimi? Sen sirama. Bolam bilan deng bolam. Hurmat degan narsa Ben bor. sana aytibman, bolam bilan deng. Hurmat degan narsa bor. Hurmat. Yaxshilik izin deyapti. Bize bilemiz güç kalabilir. Mana bilib turishibdi yaxshiligingizni yurganimizni. Salomatmisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Atilabdan yosh bolalar narsa sotgan. Yaxshi. Sen xudo bize ya tapam. Yana keling siz. Mashina minyapti. Nima uchun minmadingiz mashina? Nimadim? Maqrang, bunday. Sraz mashina minyapti. Yo'q. Yana Janjal bo'lib ketdi. Hozir ketyapmiz. Rasmga tushib olib shu odam keldi, aka. Ho'jakbar. Ketdi. Ketdi. Maqrang, to'xtang. Aytib turibdi. Отдельно gaplashamiz, do'konga kiramiz. Muammo bo'lsa olib qochamiz deb turibdi. Bumi? Gaplashib bilecekmisiz? Ya bo'lmasa boramiz, ariza yozamiz. Odaming olib turmadi, iltimos. Bo'ldi, mashina orqasidan haydayapmiz. Ketdi. Bo'ldi. Bularni bizaga endi arizasi yoki tushuntirish xati bo'lishi mumkin-da. Baribir bilasiz, bitta tomon da'vogar bo'lsa, ikkinchisi reski da'vogar bo'ladi. O'shaning uchun bularni arizasi bo'lsa yozib oling, tushuntirish xatlarini bo'ladimi shunaqa qilsa? Yurmaysizmi yanimda? Yo, hozir uchastkoga gatirdilar, shular bilan birga keladi. Birga kiradi. Birga keladi. Shunda yozib beradilar. Uchastkoga kelsangiz, Ha, bo'ldi. hammamiz bir natamiz. Qani kim kiradi? Men kiraman. Nosirov Xo'jayev o'g'li. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Ko'rgan vaziyatingizdan keyin vaziyat qaltislashib ketmasin deb ichki ishlarga kelishga rozi bo'ldik. Ushbu shaxslarni o'zini ham olib kelishdi. Ular meni ustimdan ariza yozib berishibdi. Tipa haqorat qildi, nimadir qildi, mol dedi, u yoq bu yoq dedi dedim. Hammasini o'zingizlar ko'rdinglar, og'zimdan chiqqan gaplarni. Maksimum ishda men sansiragan bo'lishim mumkin. No, bizani bolalar ham, biz ham har doim vaziyat kontrolda ushlashga harakat qilamiz. O'zimizdan gaplarimizni filtr qilamiz ham. Ya'ni hech kimni so'kkanimiz yo'q.
Shu bilan birga keldik. Ulardan ariza qabul qilib qolishdi, bizdan tushuntirish qabul qilib qolishdi. Endi hozir ularni oldiga ketyapmiz supermarketga. O'zimizni sotib olgan narsalarimiz uchun pulimizni qaytarib olgan birinchi o'chirt. Ikkinchi o'chirt muddat o'tib ketgan tovarlarning hammasini oldirib tashlagan. O'sha egasini chaqirtiramiz, mana syomka ketgandan keyin Syomka kerak-da. Bizda qaytarib yana janjal bo'ldi. Endi chiqyapti, ta'minlab bering. Xo'p, biz syomka qilmasak shu tovarni qaytarib olganimizdan Nima deydi? ishonmaysiz. Yo'q, men sizlar syomka qilishni vaqtga majburman. Endi azobajingiz olib berish uchun. Yo'q, qonun huquqlarimizdan ta'minlab berishingiz kerak-ku, baribir. Mayli, endi syomka qilma desa qora, qilma shart-ku. Uni olmaymiz, biz tovarimizni olib chiqib ketdik. Bo'ldi, u tushmasin videoga. Mayli, syomka to'xtab turing. Men tadbirkorman. Xolasa do'konni ochib berib, xolasa olsangiz olib, qonun ko'rib chiqamiz, to'g'rimi? Hozirgi men narsam turibdi-ku ichkarida. Yaxshi, syomkasi olsa bo'ladi. U tahdidli qilayotgan bo'lsa-chi nima qilib ichkarida? Bu qanaqa minus tomoni? Syomkasi to'g'rimi? Uni syomkasi kelmay ishonay, ko'p do'konlarda syomda syomkasi o'chib ketadi. O'zi ham ichkarida aytdi, bizaniki yozmaydi dedi ekan. Yozadi, fahmi. O'zi aytdi-ku. Yo'q, Ko'ryapsizmi? Aldabdi bizani. Aldagan. Shuning uchun muammo tug'dirmas. Yana u yerga borib problema qilib yana shuncha odam yig'ib nima qilmaydi. Mana syomkangiz bor, ertaga chiqaraman desangiz. Nima bor? Narsangizni olinglar, shunday kelsak bo'ldi, jim to'g'ri. Hozir u syomka qilsangizlar deydi, nima ochmayman, bunaqa. Endi tadbirkor biz ham haqqimiz yo'q, ochtirib nima qilib. Endi o'taman narsam turibdi-da. Xo'p. Do'konni egasida rahbar. Hech kimga bo'lmasin desa, haqqimiz yo'q-da, biz yo'q syomka bo'lib deyish. To'g'rimi? Mayli ketdi. Mayli, shu yerga bormasa, syomka qilib turay, bo'ldi dedi. Hamma narsa ham bo'ldi. Xo'p, hozir endi ichki ishlar bo'limidan chiqdik. Xodimga aytdim, u yerda bizning tovarlarimizni qolib ketgan, shu tovarlarni biz olib olishimiz kerak, vazrat qilishimiz uchun o'zimizdan pulimiz, shu bilan birga muddat o'tgan tovarlar u yerda qolib ketmasligi uchun. U yerdagi xodimlar, men ichki ishlar organ xodimi mendan hozir o'sha yerda video olmaylar, yana janjal ko'tariladi, videoga oldirtirmayman deb gapiradi dedi. Endi men ichki ishlar organ xodimi bilan talashib o'tirgim kelmadi. Atak amaldagi konstitutsiyaning 33-moddasi har kim o'zi istagan ma'lumotini olish, izlash va tarqatish huquqiga egaligi. Ya'ni u jamoat joyida bo'lsa bemalol, tun bo'lib o'tdi, huquqbuzarlik bo'lyapti, muddat o'tgan tovarlar sotishga. Shu bilan birga haqorat qiluvchi gaplar gapirgan. Bu nima desa bo'ladi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning 183-moddasini buzilishi. Xo'p, shu bilan birga ichki ishlar organ xodimini o'zini ham videoga olsak bo'ladi, bilasizlar, simboliy jamoat joyida bo'ladigan bo'lsa, bu ichki ishlar organ xodimlari to'g'risida bo'lgan qonun 9-moddasi, ochiqlik va shaffoflik prinsipi. Shunga qaramasdan men mayli dedim, ani xodim olmaylar, o'tda janjal bo'ladi yana u yoq bu yoq deganlar uchun. Lekin shu bilan birga biz videoni o'chirib qo'ymaymiz. Nimaga? Chunki bilasizlar, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Men shu vaziyatni ko'rdinglar bundan oldin, agar bundan keyingisini videosini bermasangiz, sizlar o'ylashinglar mumkin. Juda ham ko'p odam o'ylashi mumkin. Bular kelishib olgan yoki nimadir bo'lgan, orada pul talab qildi mendan degan narsa bo'lishi mumkin ikkinchi safar kelganda. Shuning uchun ham kamera yoqib turadi, ovoz bilan ichkariga kiraman, qo'limda GoPro bilan videoga olib turishga harakat qilaman. Lekin по-любому ovoz bo'ladi sizlarda, xudo xolasa. Novvajingiz bor edi? Beda olganni xudo biladi. Sayrabga. Novvajingiz? Ha, ana yo'lda turdi. Qani mana shu yerda turdi, mana shu yerda turdi. İkisimi. Yo'q, bu ikkisi emas, yo'q, anaqa qilgan zgushonka. U ham sotib olingan edi. Chekda 91 minglik-ku. Ochilgan ham. Chekingiz bormadi? Ha? Qancha ko'rsa? Yanami? Olib qo'ygandan keyinmi? Videosi bormi deb o'tdikmi? Yo'q, mendan ashlikmi? Ovoring shu videoni. Ana olganini Sonra ko'rib hem işli olsun da bak. hem işli. Yo'q, nomini olib oladi. Bizlardan berbaringlar bo'ldi. Kimden aldın sen? Kimden aldın? Nimani kimdan oldim? Vejdi, kimden aldın? Kecha olganmiz. O'chirgan kamera olmayapti. Olmayapti kamera. Kim bo'lishingdan tashqari. Kamera olmayapti. Haqqim yo'q. Sayrabga. Men ikkalarim bular. Yaxshi, axir. Bular tarafini olma. Çalğanı yok gör. Bu necha yana kelib milisaxonadan beda bu shot etib turibdi. Bu xalq ichida Yo'q, butun o'zini odamlar. olsak Sayrabga turib turing. Uramiz yana yoshliga yana kelib bu shot etib turibdi bular. Vanda so'lashib keldilar yana beda. Sayrabga va'datmin turing. Iltimos. Esa jurat yo'qotdik mana. Başla. Sayrabga iltimos, aralashmang. Aralashmang. Meni bular. Chekyapti. Yo'q, yolg'on so'zlaydi, ochaylik. Ko'rsatsin. Moyingiz bilan oshirasiz bo'lgan. Bermaysiz-ku Sayrabga. Mana videolari bilan bor. Hurmatingiz bor. Boshqa uchastkoy bo'lganda boqi ishida yomon bo'lar edi. Ukamsiz? Yaxshi, aralashmang turing, iltimosdan. Aralashaman. Bilan yolg'ondan beri gel pul etme. Makine bu Algan iPhone acaba devlet kesin de- resime çürüp kameramı işleden vec bu. Bana alganını
Hava. Bular üzeri Loqali. Üzeri işlep tuttum bunu. Koyuna töhmet gerek miydi? Aslan geçsinler. Töhmet gerek miydi? Siz ne yapıyorsunuz bu? Onda pullar böyle çılımı böyle ama. Serapin abi. Ben vecini verecekmi? Ha Seyrek. ben siz şu an kenara. Yaxshi bu siz ko'rganingiz yo'q. Yansıda çek vardı bu çek. Mana chek turibdi. Konu. Videosi ham bor, chekki o'zi ham bor. 91 milli. Yaz koy. Niye? Joy nomini aytdim. O'zingizda qoldi, olib qo'ydingiz. Yo'q, o'sha topolmayapman-da, hozir o'shanga aytyapman. O'zingiz olib qo'ydingiz, men size qaytarib berdim. Hava koy. Chiqsa beraman. Yok. Hadi ne o vejan atış kerak bo'ldi, ne o muammo deydi. Yo'q, vajini bermang. Yine mecbur. Shu vajmi yana nima vaj boradi? Yok kamerada gözetsin diye de Kolum bana gözüm kaç. kilometre iş bunlar, he kolum. Kaç. Iltimos, Yok. Geplesme Gefesme kamerada Yesana bir. gözetsin. Qarang, Tushuntirib bo'lganda Xushnudbek Turdaboyevich Raj ko'rasizmi bulan do'koni? YTTsini ham ko'rsangiz bo'ladi. Chek o'zim ko'ring. Endi skrinchotlari bor, muammo yo'q. Biz atelepdan videoga ham olib qo'yamiz, chekki o'zini ham olib qo'yamiz-da. Yo'qolib qolsin obodo olib. Sen uyanmışsın. Bir tur seyrapga. Gerek Turing, iltimos seyrapga. Gerek miydi? Iltimos. Turing. Mana 91 ming so'mlik bo'lgan. Ko'rasizmi? Oziq-ovqat, prodaja mana. Xorazm viloyati Urganch shahri PM Mahmud ko'chasi 360-uy. Kechagi. Kechagi aytmayman-ku, kecha bo'lgandi. Kecha endi duribdi. kim giyen ekan? Kim geldi? Sen mi? Mana. Senmi? Ha. Sen geldin, doğru mu? Ne aldın? Duribdi qahi. Yaxshi. Duribdi. Oqshomgi narsani ikki qaytarib keldim. Ertasi kuni keldim-ku, 24dan 25 ga o'tgan keldim. Atelga borib ko'rdim deb ariza yozdim esimda bo'lsa. Akşam alıp bin tursan. Niye almasak geldin? 10 kun ichida kela oladi, 10 kun ichida. Ne sen ya sen? Haqorat qilib nima bor? Ko'ryapsizmi? Qanaqa videoni yoqmasdan gaplashish mumkin? Men yaxshi gaplashdim. Ama sen bilen, sen akşam aldın da. Hozir bir shartli narsani bo'ldi, nima qilib berasiz? 91 milli chekki vazir. Nima qilib berasiz? Chekki. Ha, videosini beraman, pulni vazrat qilsin. Pul haqqimni vazrat qilsin. Yine 91 bin son pulun. Sen aldın mı? Yine 91 bin son. Mana bu chek kimniki? Ne bileyim mi? İşledin mi onu? Xorazm viloyati Urganch shahri Mahmud ko'chasi 360. 91 bin ağarını ya. Buldu bak. Boshqa qo'ldan. Yo'q, endi ariza yoziladi. Muddat o'tgan tovar sotganim uchun. Bo'ldi yozdingiz-ku. Tegishli idoraga Ha, yuboradi. tegishli organga yuboriladi, javobi ham keladi organdan. Havo boradi. Bo'ldi. Bu do'konda hali ham davom etyapti. Muddat o'tgan tovarlar sotish, buni to'xtatish kerak. Ariza yozganim mosi o'zi sizga ham ogohlantirib qo'yaman, xodimlarni tezroq chaqirish kerak mana usta. Bo'lsa tasavvurdan Seyrapga, iltimos, seyrapga. Osmon elingda bo'lsa. Men chiroyli gaplashyapman, hech kim bilan qulay gaplashmayapman. Sana ne oldu faydası Sarafat var? kemeşanın aradına bol. Yosh bolalar olyapti, yosh bolalar. Yaş balı teşkili baladı. Bo'pti, sizcha otam tengiman dedingiz, meni otam 89-yil emasdi. Bitta gap 89 emasmi? 83 misiz farqi yo'q. Meni otam katta. Men sizlab gaplashaman, hurmat qilib keling, bir-birimiz bilan hurmat qilib oddiy odamdek gaplashamiz. Eğer sana lişni söylesem itni balasın. Bo'ldi, lishni so'ylamaymiz. Ha, mana keling. Keling, odamlar yo'q, ketyapmiz. Bekinishga ketmayapmiz-ku. İşe de Ha. yapasınız. Siz Hava. erkeksiz, men erkakman. Keldim. Zing'at- Boya xodimlar kelyapti-yu, o'sha odamlarga muddat o'tgan tovarni olib qo'yinglar, olib qo'yib, meni pulimni qaytarib bersanglar, men shu yerdan shundoq chiqib ketaman, videosini ham qo'ymayman dedim. Bo'ldi dedilar xodim ham. Sizga baqirib tashlaganingizdan keyin men tushunmay qoldim, nimaga menga baqirib tashlayotganingizni shevingizni ham tushunmadim. Men aytdim, "Okey, o'zingizni bosing ozgina. Endi men xorazmcha tushunmayman, men chetdan kelgan odamman, Toshkentdan kelyapman. O'zingizni bosangiz, biz shu yerdan shunday chiqib ketamiz, video olganimizni, ana kimdirlarchi cho'mchagimizga pul tiqib qo'yib, mendan pul talab qilyapti deb shantajlar qilib tashlaydi. Tushunasizmi? Shunaqa narsa bo'lmasin deb video yoqib turadi bizda. O'shaning uchun sizga aytdim, "Okey, iltimos dedim, muammoni hal qiling, biz chiqib ketamiz shu yerdan." Sana bir yönetim. Şimdi benden ötken bolsa Ha. geçiresen. Ha. Menden ötken indi sana Toshkentchasini söyle. Yo'q, mayli so'lamang. Oxirigacha tushuntira oling. Biz nimaga kelamiz o'zi? Misol uchun, bizga har xil narsalar yuborishadi. Ya'ni pashsha ichida bor, muddat o'tib ketgan yosh bolalar zaharlangan videolarni qo'yishadi, bolasi отравление, infeksion deyotgan. Bizga murojaat bo'lmasa, biz o'zimizdan o'zimiz kelib qolmaymiz-da. Murojaat bo'ldi, keldik. Shunchaki o'zimizdan ish bajarib, videosini qo'ymasdan ham ketardi, agar sizlar rozi bo'lganingizda. Bo'ldi, olib qo'yamiz, do'kon muammo yo'q, hammasini hal qilib qo'yamiz. Kelib turib mehmonga degan uzoq, u ham shart emas endi kakan. Insongarchilik sifatida bor, bir-birlarga yetsanglar, bo'ldi, men ketib turardim shu yerdan. Meni saxırman ben. Mayli. Yöndü durdu, saxırım var. Bir azgına netsem dillerip gitaman ben. Terpil alıp gitaman. Şimdi seni
Menden ötken olsa geçiresen, balanma da ekensen, hacı ekber ekensen, özün bir yaxşı adamı, bir adı koyulan adam ekensen, lan sana. Sen mesela aslan düşüntürüp, yaşulun kim? Yo, men tushuntirib o'tdim, baqirib ketdingiz-da, sen ani ishingizga yetdingiz. Yo'q, albatta, sen kimsan dedingiz. Men siz uchun unga qoldim, nima jahl qilyotganingiz to'g'risi. Menga qolsa-chi, 5 tashlashib, gaplashib, mana shu ishni hal qilaylik, bo'ldi desangiz, men okey ko'rib turar ekanlar, bilmayman. Qayerdadir videolar yaxshi hal qilsa, biz shunda ketaveramiz. Videosini ham qo'ymaymiz. Biz 100 ta do'konga kirib, bir dona video qo'yamiz. Erkekçesine söyleştik ha, Hindistada, Toshkentda yigitchasini söyleştik, doğru mu? Ben ne ötken olsa geçiresen, sen ne ötken olsa ben geçiremem. Bo'ldi. Endi bu yerni to'xtatalı, yur bir sana bir balık yediraman. Yo'q, rahmat. Yo'q, rahmat, salomat. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Yo'q, rahmat. Yok dur. Ben sana ettim, itni balası man eğer sana bir lişniğin bir kötçülük etsem, Hindistada nima deyiladi? Bir jo'ralashalı, yur. Yo'q, rahmat. Yuring. Yo'q, rahmat. Hozir. Biza gaplashib oldik, hech qanaqa bir muammo yo'q. Kim aka sana bir Hoca Ekber. Ha? Hoca Koyun Ekber. hava, gerekli. Senin bu eldine gelip kaytar dünya bu. Hiç Albatta. gerekmiydi. Asla üzerine açsam bularım normali sen uzatmadın. Mana bularga aytdim shu gapni. Yo'q, Janjal boshqa turib ketib qoldi. kefalik. Mana Jo'ralaştık, hozir balık yeymiz. yo'q, rahmat, salomat bo'linglar. Yo'q, rahmat. Arizani taxtalar ikimiz ham bo'ldi. Gerekmiydi ama. Tamam, Senin balık sağ. Bo'ldi, salomat bo'linglar. Senin şunu Ikki bo'lsa salomat bo'ling. Xo'p, salomat bo'linglar, charchamanglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Bo'ldi, telefonlashamiz. Xo'p. Bolalar nima muammo? Ne mashinangizni joyidan oldingiz? O'sha qiz rasm mashinaga tushdi. Mashina chiqmoqchi edi, chiqarib yubordi. Nima qilasizlar, gap talashib ketdi. Xo'p, hozir biz marketdan chiqdik. Marketdagilar даже oxir uzr so'rashni ham boshladi. Tam aka, mana shunaqa, meni saxirim bor. Nerim chiqsa kutamanmi dedilar, bilmayman nimaga unaqa dedilar. Qisqasi, muddat o'tgan tovarlarni olib qo'yishadi dedi. Ichki ishlar organ xodimi ham tekshiruvga odam chaqiramiz dedi ariza bo'yicha. Biz muddat o'tgan tovarlarga ariza yozib ketdik oxiri. O'ylashim bo'yicha endi tartibga solishadi bu do'konni. Prosta xo'jaylari bilmadim, neadekvat ekan, shuncha muammo yo'q edi. Agar o'sha ishchisini o'zi biz bilan utilizatsiya qilib, kerak bo'lsa bizani pulimizni olib, men o'sha narsalarga to'lashga tayyorman dedim-da videoda 3-4 marta. Pulimizni olib, shu do'kondan prosta xayrlashib chiqib ketganimizda. Shu videoni ham sizlar hozir ko'rmayotgan bo'lardinglar. Bilmadim nimaga unaqa insonlar bu yerda shantajchi va janjalchi. Butun Xorazmda yurimiz, shuncha marketga kirdik, unaqa narsa hali bo'lmadi. Endi bir gazeta nechta bir 6 tami 7 tami joyga uje kirib chiqib bo'ldi-da. Katta marketlarga ham orasida kirdik. Hozir endi sekin Tomarisga boramiz. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarni kutib qolinglar, obuna bo'linglar, podpiska bosinglar dedi. Unaqa gaplarni gapirmas edim. Ushbu videoga like bosib qo'yinglar. Bu nimaga kerak? Shu yerda videoga olib yurgan bolaga oylik ham to'lash kerak endi. Nima deysizlar? Salomat bo'linglar, sizlar bilan aksiz bo'ldi.